Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirish uchun davomli kelayotgan yolg'on tashviqotlarini yana bir baldoq yuqori ko'tarish uchun bu yillik zo'r ko'lamli yolg'on tashviqot faoliyatlarini rasmiy boshladi. Tangritog' to'rining bu vaqtdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi 2022 yillik atalmış 10 minglagan kishi Xinjiang haqida so'zlash temasidagi yurishlik to'r faoliyatini 23-iyul Urumchida boshlagan. Bu faoliyatga Xitoy Markaziy komitet to'r bexatarligi va uchirlashtirish ishxonasi, to'rda tarqitish idorasi, to'r jamiyat xizmati idorasi boshchilik qilgan. Bu vaqtdagi maxsus yig'inni atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komiteti, to'r bexatarligi va uchirlashtirish ishxonasi Xitoy gazeti to'ri mas'ul bo'lib o'tkazgan. Amerika Davlat Majlisida ovozga qo'yishni kutib turayotgan Uyg'urlarga aloqador ikki yangi qonun loyihasi, ya'ni Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonuni bilan Uyg'ur siyosiy qonunining ma'qullanishi uchun xizmatlar davomlashmoqda. Bu munosabat bilan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining idora hay'at a'zosi Nuri Turkal bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Ömer Qanat bu qonun loyihalarini qo'llashi muhim bo'lgan Kengash palata a'zosi Ernest Grasli apandini ziyorat qildi. Amerika Kengash palatasi davlat ichidagi yerim o'tkazgich kasbini qo'llash uchun bir qonun loyihasini ma'qulladi. Bu qonun loyihasi orqali mashina va qurol ishlab chiqarishda ishlatiladigan o'zak ishlab chiqarishda Xitoy bilan raqobatlashadigan shirkatlarning kuchaytirilishi va bozordagi o'zak masalasining hal qilinishi maqsad qilingan. O'zak va ilm-fan qonuni deb atalgan bu qonun loyihasida Amerikada yerim o'tkazgich ishlab chiqarish uchun 52 milliard dollar mablag' selish va o'zak ishlab chiqarish aslahalariga mablag' soladiganlarga 4 yil ichida 25% boj kamaytirish planlangan. Egilinishcha, Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligi va irqiy qirg'inchiligining sabablaridan biri bo'lgan bir balvoq bir yo'l kengaymichilik tashabbusi doirasida Rossiyaga sog'an mablag'i Ukraina urushidan keyin G'arbning jazosiga uchirmaslik uchun to'xtab qolgan. Ukraina urushi Xitoyning Shanxaydagi Fudan universiteti Yeshil maqola va taraqqiyot markazining doklatiga qaraganda, Xitoy hukumatı 2022 yilning oldingi yarmida bir balvoq bir yo'l tashabbusi programmasiga Rossiya organlari bilan hech qanday kelishim tuzmagan. Bu markazning direktori Wang Kali Xitoy Rossiyaga mablag' selishni astilatgan bilan O'rta Sharq bilan bo'lgan munosabatini cho'nqarlashtirdi degan. Türkmenistonda elektronlik hukumat qonuni Prezident Sardar Bardimov Muhammadovning imzosi bilan rasmiy yo'lga qo'yildi. Hukumat apparatlari ara uchur almashtirishda qulaylik yaratib beradigan bu yangi qonun hukumat organlarining hujjat va uchurlardan o'rtaq bir suhbatdan bahramand bo'lishiga sharoit hozirlab berdi. 100dan ortiq islomiy tashkilotning hamkorligida barpo qilingan Uyg'urlar uchun dastur harakatining tashkillanishi bilan 29-iyul Amerika, Angliya, Kanada, Avstraliya qatorliq davlatlardagi ko'plagan majlislarda Sharq Turkiston musulmonlari uchun juma xutbasi o'qilmoqchi.